Kanalimiz kuzatuvchilari, keyingi o'rganadigan misolimiz sonning butun qismi va kasr qismini topish haqida gaplashamiz. Sonning butun qismi va kasr qismi qanday qilib topiladi? Demak, bizda ixtiyoriy bir x soni bo'ladigan bo'lsa, bu x son o'zining butun qismi va o'zining kasr qismining yig'indisiga teng bo'ladi. Buni demak eng asosiy xossa sifatida qarasak bo'lar ekan. Demak, sonning butun qismi o'zi nima degani? Sonning butun qismi o'zidan katta bo'lmagan butun songa teng. Yana qaytarib aytaman, sonning butun qismi o'zidan katta bo'lmagan butun songa teng. Xo'sh. Demak, 3/4 ning butun qismi demak 3 ga teng bo'lar ekan. Yoki -3/4 ning butun qismi. -3/4 ning butun qismi hech qachon -3 ga teng emas. Chunki -3 -3/4 dan katta emas. -3/4 ning butun qismi -4 ga teng bo'lar ekan. Ana endi xo'sh, sonning kasr qismi. 3/4 ning kasr qismini qanday qilib topamiz? 3/4 ning kasr qismi hamma yaxshi biladi, 0/4 ga teng bo'ladi. Ya'ni kasr qismi 0/4 ga. Manfiy sonlarda kasr qismini qanday qilib topamiz? Demak, biz keling mana shu yerdan kasr qismini topib olamiz. Manfiy sonlar uchun juda ham qulay bo'ladi. Kasr qismini topib doimiy foydalansak bo'ladi. Demak, kasr qism x barobar buni bu tarafga o'tkazadigan bo'lsak, x minus butun qism x ga teng bo'lar ekan. Demak, kasr qism -3/4 ni topish uchun, demak, -3/4 dan ayirib tashlashimiz kerak. Xo'sh, butun qism -3/4 ni. Demak, bu degani -3/4 dan ayirib tashlashimiz kerak. -3/4 ni butun qismi, xo'sh, aytdik, -4 ga tengladik. Ikkita minus plus bo'lib ketadi. 4 dan 3/4 ni ayiradigan bo'lsak, 0/6 ga teng bo'lar ekan. Demak, -3/4 ning kasr qismi 0/6 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, shunga o'xshagan qiziqarli misollarning yechimlarini kuzatmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.